Ham O'zbekistonga kelyapti. Mana O'zbekiston Film keladi. film kelar ekan o'zi. Tuyani sutini ichganlar bormi? Litri 50 ming ekan, stakani 10 ming so'm ekan. Bilmayman. Hozir lekin men ichmaganman. Hozir aka qiziqtiryapti rosa. Ichib ola bo'lmaydi, davleni oshirib bermaydimi desam, yo'q, davleni ham oshirmaydi deyapti. Qimizlarigacha bor ekanda. Ana yoshligimizda ota-onamiz, dadamiz yoki ayamiz bitta ish aytib qo'yadigan misali bahona qilib chiqib ketamiz va shu ishda keyinroq qilib qo'yamiz. Qachon qilasan? Tuyani dumi yerga tekkanda qilasanmi? Deyishardi. Hozir men tuyani dumini yerga tekkanini ko'rdim mana. Mana. Ko'rdinglarmi mana? Tuyani dumi yerga tegadi. Sizlar o'ylamanglar, tuyani dumi yerga tegmaydi deb o'ylamanglar, albatta tegar ekan. Uji mana yotibdi-yu tuya. Ham O'zbekistonga kelyapti. Mana O'zbekiston Film keladi. film kelar ekan o'zi. Ehtiyot bo'lib gapiringlar bolalar. Ko'rdinglarmi? Film kelar ekan O'zbekistonga. Salomat bo'linglar. Biz Xonobodga o'zi xizmatga ketayotgan edik, yo'lda ko'rib qoldik shu narsalarni. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar, o'zinglarni ehtiyot qilinglar. Xonobodga mabodo yo'linglar tushib qolsa, shu yerga kelinglar. Tuyani sutlaridan ham bor ekan. Maza qilib ichasizlar. Salomat bo'linglar. Mana.